Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratini o'rganishdan va navbatdagi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda Hamza ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhuni islomga kelganligini gapirib tugatgan bo'ldik. Tashqarida bo'lgan, ya'ni makkalik bo'lmagan kishilardan birinchi bo'lib G'afor qabilasidan Abu Zar G'aforiy roziyallohu anhu iymonga keldi. Abu Zar G'aforiy o'g'irlik, qaroqchilik bilan mashhur bo'lgan G'afor qabilasidan. G'afor qabilasi Qurayshni, ularni yerlarini o'tadigan va boshqa qabilalarni o'tadigan karvonlaridan pul olishlik evaziga agar pul to'lashmasa, ularni talon-taroj qilib, qaroqchilik hisobiga kun kechiradigan qabila edi. Abu Zar G'aforiy haq dinni istardi. Arablarni butlarga sig'inishligi, ularning bu zalolatidan nihoyatda bir norozi edi. Makkada Quraysh qabilasidan o'zini payg'ambarman deb da'vo qilayotgan bir kishining xabarini eshitganidan keyin ukasi Unays bilan Makkaga keldi. Makkaning tashqarisida to'xtab, o'zi qoldi, ukasi Unaysni borib xabar olib keldi. Qani ko'rchi, qanaqa odam, nima deyapti? Unays Makkaga kirdi. Qurayshni Muhammadning dini haqida gaplashishga qattiq bir manqib bo'lganligidan bexabar Unays kirdida Muhammad alayhisalom haqida, u zot sollallohu alayhi vasallamning dini haqida so'raganida Quraysh uni qattiq kaltayladi. Kaltaylangan holatda hech qanday bir ma'lumot olmasdan akasining oldiga qaytib bordi. Abu Zar o'zi borishga qaror qildi. Unays akasini oyoqlantirib, borib to'g'ri kelgan odamdan so'rab yurmagin. Makkada bu yangi din haqida gapirishlik man qilingan ish ekan dedi. Abu Zar G'aforiy Makkaga keldi. Ka'batullohning oldida o'tirdi. Hech kimga dardini, maqsadini aytishlikka jur'at qilmadi. Chunki kim gapirsa bu to'g'rida, kim bo'lishidan qat'iy nazar albatta uni kaltaylashar edi. Bir kun o'tirdi Ka'baning oldida. 2 kun o'tirdi, 3 kun o'tirdi. Hech kimga gapirishlikka botin olmay o'tiraverdi. Ovqat tugagandan keyin Zamzam suvi bilan kun kechirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Zamzam bemor odamga agar shifo niyatida ichsa dori bo'ladi, och qolganga taom bo'ladi, chanqaganga suv bo'ladi deganlar. Ana shu 3 kungacha Zamzam suvini ichib o'tiraverdi. 3-kun nihoyasiga yetib borar ekan, Abu Zar G'aforiy aytadi, 3-kuni kun tugayotganda Alloh Qurayshga, Makka ahliga hammasiga bir qattiq uyquni berdi. Ka'baning oldida mendan boshqa uyg'oq odam yo'q edi. Shu payt ikkita ayol kelib, Isof va Noilaga qarab sig'inib ibodat qilib qoldi. Mana shu Quraysh sig'ingan butlardan ikkitasi Isof va Noila. Qissasini aytib o'tganmiz. Ka'batullohning oldida zino qilishganliklari uchun Alloh taolo ularni toshga aylantirib qo'ygan edi. Keyinchalik Quraysh bularni o'zlariga iloh qilib olib sig'inishar edi. Isof bilan Noilaning oldida boyagi ikkita ayol ibodat qilib bo'lishganidan keyin Abu Zar kechi borib so'raychi, ayollar u ya'ni kaltadan qo'rqmasa bo'laveradi deb hali ayollardan Muhammadni yangi dini haqida nimani bilasizlar? Hali ikki ayol Muhammadning dinini nima qilasan? Isof bilan Noila turganda shularga ibodat qilishdi o'rniga kimlarga qarab ketyapsan dedi. Abu Zar, "Ha nima? Bu bor yo'q ikki odam zinokor edi" dedi. Ular sig'inadigan xudolarini haqorat qildi. Shunda hali ikki ayol baqirib bir dodvoy solib ularni olihasini so'kayotgan kishini ta'zim bersin deb odamlarni to'plamoqchi bo'ldi, lekin hech kim yo'q edi. Ka'baning oldidan tashqariga chiqib baqirishuvdi, 2 kishi kelayotgan edi. Hali 2 kishi bu ayollardan nima baqiryapsizlar sizlar dedi. Ha, ana u yerda bir kishi olihalarni so'kayapti dedi. Har ikki kishi xursand bo'lib ketishdi. Zo'r odam ekan bu. Bu kishi Muhammad alayhisalom bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rganidan keyin nima maqsadga kelganligini aytdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni islomga da'vat qildi, islomni qabul qildi. Hamda Abu Zar G'aforiy din o'rganishlik uchun payg'ambarimiz oldida qolishlikka izn so'radi. Payg'ambarimiz agar meni oldimda bo'lsa, sizga aziyat berishadi. Abu Zar din o'rganmasam bo'lmaydi, menga o'rgating ilmni deb turganida, undagi ilmga bo'lgan, dinga bo'lgan rag'batini ko'rib payg'ambarimiz mayli, ertaga tong yotganda meni eshigim oldimda turing. Meni eshigim oldida turing. Men uyimdan chiqib ketar ekanman, orqalog'ida ketib boring.
Arqomning hovlisiga kiraman, ozgina vaqtdan keyin kiring dedi. Haqiqatan bittasi kuni payg'ambarimiz orqasidan erchib Arqom ibn Abil Arqomning hovlisiga kirdi, 15 kun shu yerda ilm o'rgandi. Bir mulohaza qilish kerak. Birinchi kun keldi, yo'q. Bo'pti endi ketavermadi. Ikkinchi kun ham ketib qolavermadi. Uchinchi kun sabr qilib o'tirib, o'ziga bog'liq bo'lgan sababni qilib o'tiruvdi. Alloh taolo natijani qanday berdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi keldilar. Shuning uchun bir marta, ikki marta bir narsa harakatini qilib, kallamizga hali sura kirmasa yoki bir o'qishligimiz qiyin bo'lsa, tashlab yubormaslik kerak. Sababini qilib o'raylik-da. Biz bilmagan tomondan Alloh taolo bizning mushkulimizni oson qilib qo'yadi. Ikkinchidan, Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldida 15 kun o'tirib ilm o'rgandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qodir edi. Bitta duo qilib turib Abu Zarni ilmli qilib qo'yishlikka. Nabiy sollallohu alayhi vasallam agar qo'lini ochib Parvardigoro Abu Zarni olim qilgin deb duo qilsa, olim bo'ladi. Keyin bizga, keyingi ummatlarga bahona bo'ladi. Ha, ilm o'qi desa, sahobalar hammasi ilmli bo'lgan desa, ha ularga oson bo'lganda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bitta duo bilan ilmli qilib qo'ygan. Demasligimiz uchun Abu Zar 15 kun turib ilm o'rgandi. Sahobalar ilmsiz bo'lgan, da'vat qilish uchun ilm shart emas desak, juda qattiq adashgan bo'lamiz. Albatta ilm bo'lishligi shart. Ilmsiz da'vat qilib bo'lmaydi. 15 kun payg'ambarimizdan sollallohu alayhi vasallamdan Abu Zar G'iforiy ilm o'rgandi hamda Makkadan ketar vaqt kelganda, "Ya Rasululloh, men uyimga ketay, javob bering." Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Zarga, agar bu yerdan chiqib ketadigan bo'lsangiz, ketayotib islomga kirganligingizni birovga aytmang dedilar. Chunki kim islomda izhor qilsa, albatta azoblanadi. Abu Zar yurakli kishi bo'lgan. "Ya Rasululloh, Allohga qasam, shahodat kalimasini Qurayshga e'lon qilmay chiqib ketmayman." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Ya'ni toqatingiz ko'taradimi? Quraysh jamlanib turganda Ka'baning oldiga bordida, baland ovozi bilan "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh" dedi. Quraysh bir pasda jamlanib ustiga tashlanib, tepkilab urib ketishdi. Shunda Abbos ibn Abdul Muttolib Abu Zarni tanib qoldida, shunday quchoqlab odamlardan nari qolib o'tib ketdi. Ey Quraysh, esinglaringlar, kimligini bilasizlarmi buni? Bu G'ifordan bu. Karvonlaringizda omonligini o'lasalar, tegmanglar bunga dedi. Ya'ni agar Abu Zarni urib qo'ysa, o'ldirib qo'ysa, G'ifordan karvon o'ta olmay qoladi. Shu bois Quraysh urushlikdan to'xtadi, Abu Zar yurtiga qaytib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganidan keyin Abu Zar G'iforiy mana shu voqeadan 15 yilgacha qavmini borib da'vat qildi. 15 yil da'vat qildi. Payg'ambarimiz Madinada turgan paytida G'ifor qabilasini teng yarmini musulmon bo'lgan holatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib bordi. Ilm o'rgandi, inay da'vat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vat etishda davom etdilar. Quraysh bir necha marta payg'ambarimiz bilan bahs xivor qildi, natija bermadi. Keyin yana to'planishdi. Kelinglar, Muhammad bilan bir bahs qilaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni chaqirishdi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Quraysh jamlanib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, "Ey Muhammad, sen o'zingni Allohning rasuliman deysan. Lekin bizga birorta mo'jiza keltirmading. Haqiqiy payg'ambar bo'lsang, mo'jiza keltirishing kerak, avvalgi payg'ambarlarga o'xshab." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Men sizlarga Allohning kalomini olib keldim." deganlarida ular yo'q. Bu narsa bizga kerak emas. Senga iymon keltirishimizni xohlasang, bizga yerdan buloqlarni chiqarib ber. Bizning yerlarimizda suv yo'q, jazirada suv serob bo'lsin, bog'-rog'lar ko'paysin, biz ham boy bo'laylik. Bir narsa ko'rsat, seni payg'ambarligingga ishonishimiz uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, bu ish Alloh taoloning qo'lida. Muhammad, sen biz aytgan narsani qila olmayapsan. Xo'p, senga iymon keltirishimizni xohlasang, bizni bobolarimizni o'limdan qaytar hayotga. O'liklarni tiriltirib ber. Ularning ichida Husoy ibn Kilab bo'lsin. U bizning shubhasiz eng katta sayyidimiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Men o'liklarni tiriltirmayman. Alloh tiriltiradi. Bu Allohning ishi." Quraysh, talablarimizga javob bera olmayapsan. Sen aytasan, odam oldimga mening oldimga farishtalar keladi deysan. Ki bizga bo'lmasam ana shu farishtalarni ko'rsat. Keyin seni payg'ambarligingga biz ishonaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, ularni ko'ra olmaysizlar. Farishtalar nurdan yaralgan. Inson har qancha tikilib qaramasin ko'ra olmaydi. Agar Alloh taolo ko'rsatishini xohlamasa. Ko'ra olamiz deydi.
Ko'ra olmaysizlar. Allohning ishi. Quraysh yana aytdi. Sen faqirsan. Faqir bo'lib turib, menga ergashinglar deyapsan. Sen boy bo'l. Duo qil Allohga, boy qilsin seni, seni orqangdan erishishlikka, keyin sen haqli bo'lasan. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohning ishi boylik bilan bo'lmaydi. Iymon bilan, taqvo bilan. Bu johilona o'lchov. Pullimi? Demak Alloh yaxshi ko'ribdi. Pulsizmi? Demak Alloh yomon ko'ribdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, Allohni bandaga bo'lgan rahmati iymon bo'ladi, taqvo bo'ladi. U pulini qancha bo'lishligi farqi yo'q. Johilona o'lchov. Sen boy bo'lsang, erchitga orqangdan ber. Pulli bo'lsa, ergashsa bo'ladi orqasidan. Kambag'al bo'lsa, hojati yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tanzur ala man qala, fanzur ala ma qala." Kim gapirayotganiga qaramanglar degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Nima deyotganiga qaranglar. Ehtimol kambag'aldir, ehtimol yoshdir, haqni gapirayotgandir. Ehtimol kattadir, boydir yoki qandaydir mansabdordir, noto'g'ri gapni gapirayotgandir. Sen bizlarni ey Muhammad azob bilan qo'rqitasanmi? O'zing aytgandek ustimizga balo keltirmaysanmi? Osmonni parcha-parcha qilib boshimizga yog'dirmaysanmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu Allohning ishi deb javob berdilar. Shunda Quraysh Allohga qasam, sen kazzobsan. Bizlarga biror narsa keltira olmading. Senga bu so'zlaringni Yamomalik Rahmon ismli bir odam o'rgatyapti. Yamoma shahridan Rahmon degan odam senga o'rgatyapti bu gaplarni. Ar-Rahmon ismini Allohning ismidan deb bilishmasin. So'ngra bu bahs ularning nazarida hech qanday natija bilan tugamaganidan keyin Qurayshning orasidan Abdulloh ibn Umayya ibn Mughira turib, "Ey Muhammad, sen biz aytgan narsani bittasini ham keltira olmading. Bizni talabimizni keltirishga ojiz bo'lding. Endi sen osmon havoga ko'tarin. Osmonga uchib bitta kitobni ko'tarib kelib, qo'limga qo'ymaguningcha iymon keltirmayman. Agar shuni qilsang ham sehrgarsan" deyman. Ular Allohni va farishtalarni ko'rsatmaguningcha senga hargiz iymon keltirmaymiz deydi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sukut qilishlikdan boshqa javobni bermadilar. Shunda oyatlar nozil bo'ldi. Mana hozir o'qiymiz, mufassirlar bergan sharhni eshitamiz. Ungacha kallamizga bir mulohaza keladi, nima bo'ladi? Shunday deb qo'ysin bittasi. Hech bo'lmasa bittasi. Astagfiru billah va qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka janna min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alayna kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhruf aw tarqa fi as-samaa' ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا Vadadilar. Toki bizlar uchun mana shu yerni yorib, bir chashma chiqarib bermasang, biz senga hargiz iymon keltirmaymiz. Yo sening xurmozor, uzumzor bog'ing bo'lib, uning o'rtasidan yorib daryolar paydo qilmasang, yoki o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushirmaguningcha, yoki Alloh va farishtalarni oldimizga keltirmaguningcha, yoki sening oltindan bir uying bo'lmagunicha, yoxud o'zing ko'z oldimizda osmonga ko'tarilmaguningcha, hargiz senga iymon keltirmaymiz. Toki bizlarga o'qiydigan bir kitob tushirmas ekansan, bu osmonga ko'tarilishingga ham hargiz ishonmaymiz. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, ey pok Parvardigorim, men faqat elchi payg'ambar bo'lgan bir odam edim-ku. Men qo'limdan kelmaydi bu narsa. Alloh taolo keyingi oyatda nima dedi? Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarn. Ulardan ilgari necha asrlarni, zamonlarni halok qilganimizni ko'rmadilarmi? Ularga, ya'ni o'sha asrlarda yashagan odamlarga yerda sizlarga bermagan joylarni bergan, ustlaridan samoni, ya'ni yomg'irni serob qilib yuborgan, ostlaridan daryolarni oqizib qo'ygan edik. Ya'ni sizlar so'rayotgan narsalarni avvalgi ummatlarga berganmiz. Bas gunohlari sababli o'shalarni ham halok qildik va ulardan so'ng yana boshqa asrlarni paydo qildik. Senlar so'rayotgan narsalarni avvalgi ummatlar ham so'ragan, berganmiz, lekin iymon keltirmagan, halok qildik ularni. Ey Muhammad, agar sizga qog'ozga yozilgan bir maktub tushirsak va uni qo'llari bilan ushlab ko'rsalar ham, kofir bo'lgan kimsalar aytadiki, bu ochiq sehrdan boshqa narsa emas degan bo'ladilar. Unga
ya'ni Muhammadga payg'ambarligini tasdiq etadigan biron farishta tushsa edi dedilar. Agar farishta tushirsak, ish tugatilgan bo'lar edi. So'ngra ularga qarab turilmas edi. Ya'ni payg'ambar qilib odamni emas, farishtani tushirganimizda farishtani ko'rib turib ham kofir bo'lsa, qirilib ketishligi aniq bo'lar edi. Agar uning payg'ambarning o'zini farishta qilsak ham, uni kishi qilgan va ularga noaniq holda turgan narsani yana xiralashtirgan bo'lar edik. Agar uni payg'ambarni o'zini farishta qilsak ham, uni kishi qilgan va ularga noaniq holda turgan narsani yana xiralashtirgan bo'lar edik. Payg'ambar odam bo'ladi. Payg'ambar farishta bo'lish kerak deydi. Agar bu payg'ambar farishta bo'lganida uni ishonardik dedi. Agar Alloh taolo farishtani tushirsa, odamlar ko'ra olmas edi. Endi odamlar ko'rishligi uchun u farishtani ham odam qilishlik kerak edi. O'zlari ko'rib, anglamay turgan farishtani odam suratiga kirgizib qo'ysa, yana ularga noaniq bo'lib qoladi. Shuning uchun payg'ambar insondan bo'lgan, farishtalardan emas. Nima uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularning talablariga javob bermadilar? Nima uchun mo'jizalar kelmadi? Avvalgi payg'ambarlar mo'jiza keltirmaganmi? Musa alayhissalom Banu Isroilni o'ziga, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani keltirmadimi? Har bitta kelgan mo'jiza keyingi mo'jizadan kattaroq bo'ldi. Iymon keltirdi Banu Isroil. Dengizni yorib o'tdi. Iymon keltirdimi Banu Isroil? Tog' titrab 40 tasini o'ldirib, yana Alloh taolo qaytadan tiriltirib berdi. Iymon keltirdi Banu Isroil. Nechta mo'jiza kerak edi? Avvalgi ummatlarni mo'jiza talab qilishligi iymon keltirishligi uchun emas, talash tortishlik uchun o'jarlikdan boshqa narsa emas. Qavm mo'jizani o'zlari xohlagandek talab qilib, shunda ham iymon keltirmasa, qoida shuki, qavm yoppasiga halok bo'ladi. Solih alayhissalomga Alloh taolo mo'jiza qilib tuyani berdi. Mana payg'ambarlarning qissalaridan eshitganmiz, qisqacha takrorlab qo'yamiz. Solih payg'ambarni payg'ambar bo'lsang, sen bizga mo'jiza ko'rsatib ber, deyishdi qavmi. To'g'ri kelgan mo'jizani qabul qilavermaymiz. Mana bu tosh yorilsin, ichidan tuya chiqsin, katta bo'lsin, qizil bo'lsin, juni uzun bo'lsin, qonida falon oylik bolasi bo'lsin, bir kun tumshug'ini suvga tiqib, bir kunlik suvimizni ichib qo'ysin. Bu Solih alayhissalom ularga sizlar aytayotgan narsani duo qilib Allohdan so'rab bersam, iymon keltirasizlarmi? Ular ha deyishdi. Duo qildi. Xuddi ular talab qilgan sifatlari bilan tuya chiqdi. Iymon keltirishdimi? So'yib berib qo'yishdi. Lekin qavm yoppasiga halok bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'yayotgan talablarni berilsa, shunda iymon keltirmaydigan bo'lsa, Makka yo'q bo'lardi. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Alloh taolo nimaga payg'ambarimizdan so'ragan mo'jizani bermaganligini bayon qiladi. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Ey Muhammad, mushriklar sizdan talab qilgan oyat mo'jizalarni yuborishdan bizni nima to'sdi? Faqat avvalgi ummatlar u mo'jizalarni yolg'on deganlarigina qaytardi. Samud qabilasiga ochiq mo'jiza bo'lgan tuyani ato etganimizda uni inkor etdilar va oqibatda qirilib ketdilar. Biz mo'jizalarni faqat bandalarimizni halokatdan qo'rqitish uchungina yuboramiz. Mana nima uchun payg'ambarimizdan talab qilgan mo'jizalar berilmadi. Alloh qodir zot, xohlasa berar edi, lekin Alloh taolo hakim zot. Jibril alayhissalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga mana shu bahsdan keyin kelib aytdiki: "Ey Muhammad, Alloh meni sizning oldingizga yubordi. Agar xohlasangiz, bulardan yetayotgan ta'na dashnomlarga sabr qiling. Xohlasangiz, ular so'rayotgan hamma mo'jiza beriladi. Agar hamma mo'jiza berilsa, iymon keltirmasa, Makka yoppasiga qirilib ketadi. Nimani tanlaysiz ya Rasululloh?" Rauf Rohim bo'lgan, qavmiga bir rahmdil bo'lgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qavmini o'jaligini bilganidan, iymon keltirmasligini ko'rganidan keyin men sabr qilaman dedilar. O'zlaridan bo'lmasa, shoyat zurriyotlaridan Allohni yakka deydigan kishilar chiqsa. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytamiz-ku, hayotining har bitta holatida bizga mukammal ibrat bo'lgan kishi. Qo'lida javob beradigan qilichi bor edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Indamasdan dashnonni eshitib qolib ketaverdi. Nimaga? Qavmini pelini bilar edi. Yana bir hiylani qo'llashdi.
Nazr ibn Xoris. Qur'onda 7 yoki 8 ta o'rinda eskilardan qolgan afsonalar va qalu asatirul avvalin 7 yoki 8 marta shu oyat tushgan bo'lsa, mana shu Nazr ibn Xorisga bo'lgan javob edi bu. Nazr ibn Xoris asli makkalik bo'ladi, Toifda yashaydi. Ko'p sayohat qilganligidan har xil millatlar, qabilalar, xalqlarni tarixi, afsonalari, ertaklari, to'qimalarini ko'p biladi. Uni Toifdan chaqirib kelib aytishdiki, qayerda Muhammad odamlarni to'plab dinini gapirmoqchi bo'lsa, shart turda o'zingdagi afsona, xurofotlaringni boshla. Odamlarni Muhammaddan chalg'it. Nazr ibn Xoris ishini boshida bu hiylasi ularga foyda berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vat qilmoqchi bo'lsalar, Nazr ibn Xoris turardida o'zini afsonalarini, ajoyib, ertak, xurofotlarni aytar edi. Endi boshida odamlar jozibador hikoyalar eshitishdi. Keyin vaqt o'tdi, odamlar undan zerikishdi. Nazr ibn Xoris ana shu afsonalarni gapirib turib, tugatib bo'lgandan keyin bima Muhammad xoyrun minni. Huwa yuhaddis bil asatir va ana uhaddis bil asatir. Muhammadning mendan nima oshcha joyi bor? U ham afsona aytayapti, men ham afsona aytayapman. Mana shu va qalu asatirul avvalin oyati Nazr ibn Xoris haqida nozil bo'ldi. Shuncha ish, Qurayshning shuncha qilgan ishi foyda bermaganidan keyin Abu Jahl sabr qilmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bitta ummatning fir'avni bor. Bu ummatning fir'avni Abu Jahl, Amr ibn Hishom. Abu Jahl aytdi, bo'ldi, endi sabr qila olmayman dedi. Qo'yinglar, men Muhammadni o'ldiray dedi. Agar Muhammadni o'ldirsam, Bani Abdul Muttolib meni o'ldirmoqchi bo'lsa, xoliylar himoya qilinglar meni, xoliylar tashab qo'yinglar. Farqi yo'q. Men Muhammadni o'ldiray, shu mushkulani hal qiling. Quraysh o'ldir, biz seni albatta himoya qilamiz dedi. Reja bo'yicha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganida boshini tosh bilan urib, yorib o'ldirmoqchi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni tavof qilib namoz o'qir ekan, odatda sajda qilganlarida juda uzoq vaqt sajda qilardilar. Boshlarini ko'tarmasdan sajdada ko'p turardilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tavof qilib bo'lib sajda qilishlikka turganlarida Abu Jahl juda katta bir xarsang toshni qo'y ko'tardi, og'irligidan zo'rg'a qadam bosib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yaqinlashganidan keyin go'yo bir narsadan qo'rqqandek toshni shunday tashlabda qochib qoldi. Qaytib Qurayshning oldiga kelganida, senga nima bo'ldi? Qochib kelding dedi. Ko'rmadinglar men ko'rgan narsa. Nimani ko'rding? Umrimda ko'rmagan nihoyatda katta bahaybat bir tuya og'zini katta ochib menga hujum qilib keldi dedi. Ha, aynib qolsan sen dedi. Hech narsani ko'rmading dedi. Bu mo'jiza tufayli Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu holatda Abu Jahldan bir aziyat ko'rmadilar. Musulmonlarga qattiq azoblar boshlandi shundan keyin. Ular shunday hukm chiqarishdi. Muhammaddan tashqaridan kelgan odamlarni hammasini man qilamiz, gaplashtirmaymiz. Hamda iymon keltirganlarni azoblaymiz. Agar bir qul iymon kelgan bo'lsa, bu qulni azoblash o'zini sayyidining ishi bo'lsin. Agar hur odam iymon kelgan bo'lsa, qavmi azoblasin. Azoblanganlardan Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu. Bilol Makka da ulg'aygan edi, qul edi. Bani Abduddor o'g'lidan bo'lgan Umayya ibn Halafning quli edi. Iymonga kelganini bilganidan keyin Umayya Bilolni azobladi. Umayya kun issiq bo'lgan paytda Makkani tashqarisiga Bilolni olib chiqib ketib, kiyimlarini yechirib, qaynab turgan qumga yotkizib qo'yar edi. Bu yetmaganda kuraklarga qamchi bilan urib, qonlarni oqizar edi. Hamda yerga yotkizib turib, ustiga 2 yoki 3 kishi zo'rg'a ko'taradigan xarsang toshni bostirib qo'yar edi. Bilol roziyallohu anhu faqatgina ahadun ahad deyishdan boshqa narsaga ko'nglini burmas edi. Keyinchalik Biloldan nimaga endi ahadun ahad kalimasini tanlading? Ya'ni Allohning yakkaligiga ishora. Deganda, meni azoblashayotganda har xil kalimalarni aytib ko'rdim. Lekin bularning ichida ularni eng g'azablantirgani ana shu ahad bo'ldi deydi. Ya'ni ularni g'azablantirish uchun aytdim deydi. Umayya qattiq azoblar ekan, Bilol sabr edi. Azoblab charchab ketganidan Umayya Bilolni turgizib, bo'yniga sirtmoqni solib bo'g'ib, Makkani tenteklar yosh bolalarning qo'liga berib qo'yardi, so'daray berib toshbo'ron qilib urishardi. Aybi Allohni yakka deb qo'yganligi. Azoblanganlarning ichidan Banu Muammil urug'idagi bir ayol iymonga kelgan edi. U ayolni azoblashlikni Umar ibn Hattob o'zini zimmasiga oldi. U paytda kofir edi.
Bu Banu Muammir urug'idan emas Umar, lekin musulmonlarga bo'lgan nafrati qattiqligidan o'zi tashabbusini qildi o'zi. Men azoblab beraman. Shunday bir qattiq azoblardiki, ayol faqat sabr qiladi. Qattiq azoblab turib, charchab ketganidan to'xtab turib aytardiki, hali ayolga meni kechirib qo'y, seni azoblashingdan to'xtab qolganligimga kechirib qo'y. Men charchaganimdan to'xtadim. Chi dam olib olay, yana azoblayman seni der. Musulmonlarga qattiqligi shu darajada edi. Musulmonlarga eng qattiq kishilar Abu Jahl bilan Umar ibn Xattob edi. Azoblanganlarning orasida Yosirning oilasi, oli Yosir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu xonadonga bashoratni aytdilarki, "Sobron ya ali Yosir, fa inna mawidakumul janna." Yosir Omir al-Kindi Makkaga bir yo'qolib qolgan akasini boshqa akalar bilan yig'ilishib istab kelishadi. Topsholmaydi. Qolgan aka-ukalari ketishadi, Yosir Makkada qoladi. Makkada qolar ekan, Banu Mahzum urug'idan bo'lgan Abu Huzayfa ibn Mughirani himoyasiga o'tdi. Ya'ni o'sha davrda odatiga ko'ra bitta odam himoyasiga olsa yana yasharadi dedi. Bu Abu Huzayfa Yosirning axloqini, odamgarchiligini, sifatlarini ko'rib yaxshi ko'rib, o'zini cho'risiga Sumayya binti Xibotga uylab qo'ydi. Endi bularning o'g'li mana Ammor tug'ildi. Ammor ibn Yosir Dorul Arqamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan islomni o'rgandi, iymonga keldi, kelib ota-onasini da'vat qilganida hech ikkilanmasdan birinchilardan biri ular ham iymonga kelishdi. Banu Mahzum qabilasi bularni azoblashlikka turdi. Banu Mahzum mana Abu Jahlning urug'i. Ularni azoblashlikda Abu Jahl ustida turdi. Misli ko'rilmagan mehnat va azoblarni soldi. Sahroga olib chiqaradi ularni. Kiyimlarni yechirib turib, kun issig'ida temirdan bo'lgan kiyim kiygizib qo'yardi. Temir qizdirdi, badani kuyar edi. Ularni suvsizlik bilan, o't bilan azoblab qiynar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu paytda o'tib ketar ekanlar, Yosir oilasini azoblanayotganini ko'rib turib, qo'lida hech qanaqa chorasi yo'q, hech qanaqa yordam bera olmaganligidan ichlari ezilib Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ey Yosir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarni albatta boradigan joylar jannat" deb qo'yadi. Bu so'z ularning qalbiga taskin beradi. Ular sobit turishar edi. Abu Jahl Sumayyani azoblar ekan, qattiq bir azoblab turib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qildi. Shunda Sumayya ham haqorat qildi Abu Jahl. Qorniga nayzani tiqib, Sumayyani qatl qildi. Islomda birinchi shahid bo'lgan musulmon bu ayol kishi. Bu Sumayya binti Xibot roziyallohu anha. Mana shu sharaf u oila uchun o'zi yetarli katta sharaf edi. Islom yo'lida birinchi shahid bo'lgan kishi. Uning orqasidan Abu Jahl Yosirni azoblashga o'tdi. Uni ham qiynab azoblar ekan, shahodat kalimasini aytib turib, u ham shahid bo'ldi. Ikkinchi shahid bo'lgan musulmon Yosir, Ammorning otasi. So'ngra bu ummatning Firavni Abu Jahl Ammorga qarab keldi. Uni shunday azobladi, tinimsiz azoblaganligidan Ammor bu azoblarga sabr qila olmadi. Abu Jahl Allohga qasam, Muhammadni dinidan qaytmasang, uni so'kmasang seni hech qachon tark qilmayman dedi. Azobni to'xtatmaganligidan Ammor Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'kdi. Abu Jahl bunga ham qanoatlanmadi-da, yo'q dedi. Qo'yib yubormayman seni dedi. To dedi, mana yerda o'marib ketayotgan hasharotni meni Robbim demagunicha seni hargiz qo'yib yubormayman dedi. Azobni qattiq qildi, ana shu hasharotni meni Robbim deyishlikka majbur bo'ldi. Musulmonlar o'rtasida Ammor dindan qaytdi degan gap tarqaldi. Majbur bo'lgan holatda aytgan edi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga mahzun, yig'lagan holida kelib, "Ya Rasululloh, onamni, otamni o'ldirishdi. Meni qattiq azobladilar. Sabr qila olmasdan sizni so'kishga majbur bo'ldim. Yana hasharotni Robbim ham deyishga majbur qilishdi" dedi. Rauf Rohim bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Bak. Chidamabsan-da. Bak men oldimdan anaqa dedimi? Bizda bo'ladi-yu, bitta xato qilib qo'ysa bo'ldi bu fosiq. Keltin bela cho'raga. Bu munofiq. Bu bilan gaplashmaymiz. Bitta xato qilib qo'ysa biz nima qilib tashlaymiz? Bu siyratni o'rganishlikdan maqsad akalar. Ha, shuna bo'lgan ekan emas. Eshitib qo'yish emas, ibrat olaylik. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu payg'ambarimiz Makkani fath qilgani ketayotganda payg'ambarimiz maxfiy qilib hech kimga aytmagan u qayerga ketayotganligini, faqat yaqin sahobalarga aytgan edi. Xotib payg'ambarimizning sirini sotib qo'yadi. Makkaliklarga xat yozadi.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathiga ketayotganlarida Quraysh bexabar qolsin to'satdan boraylik, urush bo'lmasin degan maqsadda bildirmagan edi birovga. Lekin Xotib sotib qo'ydi shu sirini. Kechirdim payg'ambarimiz. Sababini so'radi. Nimaga bunday qildingiz dedi ya Rasululloh, munofiq bo'lganim yo'q. Makkada sizlarda bola-chaqalar qolgan bo'lsa, mol-mulklar, qarindoshlardan qolgan, qarab turishadi. Men Makkaga kelgan odamman. Meni xotin bola-chaqam qolgan. Shu xatni yozib olsam, bola-chaqamga jinda bir yaxshi muomala qilarmikin degan maqsadda yozuvdim. Uzri bor. Men munofiq bo'lmadim dedi. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam afv qilganlar. Ammor ibn Yosir kufr kalimasini aytayapti. Payg'ambarimizni haqorat qilyapti. Dindan qochishlikka majbur qilishganda aytdi shu narsani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ey Ammor, qalbing nima deydi? Ammor qalbim faqat iymon bilan orom oladi deb javob berdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Ammor, agar ular yana seni azoblab, shu kalimani aytishlikka majbur qilib meni so'k desa, yana bir marta so'kib qo'yaver" dedi. Chunki majbur qilib aytilingan so'z u kishini hargiz iymondan chiqarib qo'ymadi. Senga necha marta majburlab kufr kalimasini ayttirsalar ham hargiz iymondan ajrab qolmagaysan. Alloh taolodan oyatlar nozil bo'ldi. Astagfirullah, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun minallohi va lahum azabun azim. Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga duchor bo'lar. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgan holida kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Ammo kimning ko'ngli kufr bilan, ya'ni dindan chiqib kofir bo'lish bilan yoziladigan bo'lsa, bas unday kishilarga Alloh tomonidan g'azab va ulug' azob bor. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.